Argentina va Chili chegarasida 500 yoshli qizcha topildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu ibratli videorolikimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachalarini bosib, ihson qilishni unutmang. Siz suratda ko'rib turgan g'aroyib qizcha 1999-yilda Argentina va Chili davlatlari chegarasida dengiz sathidan 6739 metr balandlikdagi vulqon qiyaligidan topilgan. Ushbu hindularning Enik qabilasidan bo'lgan 14-15 yoshli qizchani 500 yillar avval diniy marosimda qurbon qilishgan. Qizcha asrlar davomida 6000 metr balandlikda muzlik qa'rida yotgan bo'lsa-da, uning tanasi juda yaxshi holatda saqlangan. Uning yonidan yana 2 nafar muzlatilgan 7 yoshli bolakay va 6 yoshli qizchaning jasadlari ham topilgan. Olimlar ularning to'qimalaridagi oqsillar tarkibini tekshirib ko'rishdi. Tahlillar qizchada sil kasalligiga o'xshash bakterial o'pka infeksiyasi borligini ko'rsatdi. Bu kabi infeksiya birinchi marta bundan ham ilgari topilgan mumiyalarda bor bo'lgan. 3 nafar bu bolalarning yonidan shuningdek oltin, kumush, kiyim-kechaklarning topilgani, ularning diniy marosimlarda qurbonlik qilinganidan